shahrida Ichinaraq park loyihasiga 3 dona 1000 kW amperli GGTP o'rnatib berganmiz. Yangi obyektimizga kelganmiz. Yangi Toshkent qurilishida. Navbatdagi qurilish obyektimizga kelganmiz. Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan ushbu binolarimiz Xonsaroy ko'p qavatli turar joy majmuasi qurilyapti. Navbatdagi qurilish obyektimizga kelganmiz. Hozir Chirchiq shahrida joylashgan 4-kichik naviyamizda. Navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Xudo xohlasa Chirchiq shahrida joylashgan Elegant City qurilishi. Navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Ushbu obyektimiz Qibray shahrida joylashgan. Ko'rib turgan ushbu binolarga bir dona turistik vazifaga to'plab qo'yib beramiz. Toshkent shahri Qibray tumanida joylashgan ko'p qavatli binolar qurilish majmuasiga kelganmiz.